Xo'p, mana oxirgi videoni ham olib bo'ldim. Endi esa bu videoni YouTube'ga yuklashim kerak. Yaxshi va juda ham ajoyib. Ancha vaqt bo'lib ketdi o'zi ham YouTube'ga video yuklamaganimga. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joxa va sizlar meni yangi video roligimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Lekin sizlardan kechirim so'ramoqchiman, chunki ancha vaqtdan beri video chiqara olmayapman. Chunki bir nechta sabablar bor. O sabablarni esa sizlarga aytib o'tirishimning hojati yo'q. Bugun esa qishloqda juda ham sokin ob-havo bo'lyapti. Bizning qishlog'imizda real hayotda esa qor yog'yapti. Bu juda ham yomon degani. Har doimgidek polizdagi ishlar bilan shug'ullanish kerak. Bugun polizda ishlar juda ham qochib turmol va stop. Bu nima bo'ldi? Tushunmadim. Yangi narsa qo'yildimi ekan? Bu qanaqa narsa ekan? Voy, nima to'kmi bu? Qo'limni zirlatib tashadi. Voy, rostdan yomon narsaga o'xshayapti. Bu qanaqa narsa ekan? Tushunmadim. Buni kim qo'yib ketdi ekan? Bu elektr toki o'tganmi deyman, bilmadim. Lekin tushunarsiz, balki janob mer qanaqadir texnologiya qilib turib bunaqa narsa o'rnatdinglar degandir, balki jetellarga, balki boshqa masaladir, bilmadim. Xullas borib hozir janob merdan so'rab aniqlik kiritib kelaman. Lekin aniq nimadir g'alati, balki qanaqadir qo'riqlov tizimimi yoki jetellarni qanaqadir nimadir qilishda, qarochi hozir aniqlashtiramiz. Janob merdan so'rab ko'raman. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, o'zing qalaysan Joxa? Rahmat, yaxshi. Ishlar yaxshimi? Bo'ladi, nima gap? Ana u bashniyani atrofiga siz qanaqadir tokli narsa o'rnattirdingizmi? Qanaqa tokli narsa? Qizil rangli aralash mana bunaqa ko'ryapsizmi? Yo'q, qanaqasiga men o'rnattiraman? Unda kim o'rnatib ketdi? Yomon narsa ekan. Meni qo'lim tekkizganim to'kirdi. Tentak, ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? Bilmasdan tegib yoribman. Tushunarli, bilmadim kim qo'yib ketgan, lekin kim qo'ygani senga aniqlash bo'yicha senga topshiriq beraman. Tushunarli. Mayli, unda men aniqlashga harakat qilib ko'raman. Aniqlashga harakat qilma, aniqlashtir. Mayli, bo'pti, unda men ketdim, borib aniqlashtiraman. Bo'pti, yaxshi bor. Bo'pti, mayli. Kim qildi ekan, nimaga qildi ekan, men shunga hayron qolyapman. Balki qishloqlarga qanaqadir zarar yetkazmoqchi bo'lgandir kim bo'lsa ham, yoki qishloqlarni umuman olganda o'zi qo'yib ketgandir mana bu xonaga kirib bo'lmasligi uchun. Yo'q, eshigiga tegadigan bo'lsam hech qanaqangi ta'sir kuchi yo'q, yoki devoriga tegadigan bo'lsam ham hech nima yo'q, faqat shu narsani o'ziga tegadigan bo'lsam tok urar ekan. Bilmadim, mana bu urug' menga nima kerak? Hozir polizimdagi ishlar bor, o'shalarni qilib mayli kuzatib turaman. Balki kim qilgan bo'lsa yana yetib keladi bu yerga va yana teginib nimadir qilmoqchi bo'lishi mumkin. O'sha holatni kontrolga olishim kerak. Xo'sh, polizda ishlar juda ham hozir ko'payib ketgan, chunki bahor keldi, bilasizlar. Bahorda polizda ishlash uchun ayni vaqt hisoblanadi. Ya'ni ekin-tekinlarni ekib chiqish kerak. Bahorda o'zi ekib chiqiladi, keyin yozda, kuzda hosil olinadi. Lekin bizda har kuni 24 ga 7 formatda hosil tayyor turadi har kuni. Bu hosillarni har kuni yig'ishtirib olish kerak, har kuni qaytarib ekish kerak. Bu juda ham yaxshi degani. Har kun hosil bo'lgandan keyin har kuni foyda degani. Tushundinglarmi? Bunaqangi foydalardan ko'proq olib turish kerak iloji boricha. O'shaning uchun polizlarni ko'paytirib tashlash kerakmi, bilmadim. Xullas o'ylab ko'raman. Hozir esa uyimga bu narsalarni olib borib qo'yishdan oldin yana bitta polizim bor bu yerda. Ikkita bilasizlar polizim bor. Hozircha keyinchalik balki 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta, 100 ta, 1000 ta ham qilib tashlashim mumkin. Xullas ko'paytirib ketayapman polizlarni. Polizlar foydasi juda ham kattaligini sizlarga tushuntirib o'tdim hozir. Ya'ni nimaga foydasi bor Joxa deyotgan savollar tug'ilib qolishi mumkin endi kimdadir. Buni foydasi qaranglar. Birinchidan polizdan hosil olasizlar, o'shani yesanglar bo'ladi. O'zingizlarni qorningizga ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi navbatda esa buni sotish mumkin, pul bo'ladi. Keyin yana boshqa narsalarga ham foydali tomonlari bor. Misol sizlarda mol bo'lishi mumkin, qo'y bo'lishi mumkin, tovuq bo'lishi mumkin. O'sha narsalarga bersanglar bo'ladi. Misol urug'larni, donlarni yoki bug'doydan non yasash mumkin. Xo'sh, shunaqa gaplar xullas. Ana endi ana bu narsani aniqlashtirishim kerak. Lekin kim qildi ekan? Menga qurol kerak, chunki agar jinoyatchi qilgan bo'lsa agar uni o'ldirishimga to'g'ri keladi axir.
Tak, bizda to'pponcha bor. To'pponchani olib boraman albatta. Chunki to'pponcha bilan o'zimni himoyalashim osonroq bo'ladi deb o'ylayapman. Yaxshi. Tak, hozircha atrofda hech kim ko'rinmayapti. Ko'ringidek bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi darajada otib o'ldiramanki, umrida unaqangi otib o'ldirilmagan bo'ladi. O'z rostdan ham umrida otib o'ldirilmagan. Hattoki yana bir marta umrida otib o'ldirilmagan bo'ladi. Balki jetellar kim qilganini bilishar, jetellardan so'rab chiqish kerak. Hozir jetelchalardan so'raymiz. Jetel mana shu jetel biladi aniq. Voy jetel, menga qarab bor. Ha, Johar, nima gap? Tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Mana bu bashniyan atrofidagi qizil narsani ko'ryapsanmi? Ha, to'k bor ekan, ushlab ko'rma. Bildim, to'k borligini ushlab ko'rdim ham. Jinni, nimaga ushlab ko'rding? Axir unda to'k bor deyapman-ku. Oldinroq aytish kerak edi, men ushlab ko'rib bo'ldim. Ha, mayli, tushunarli, lekin kim qo'yib ketibdi ekan, bilmadingmi? Yo'q, o'shani sendan so'ragani kelgandim. Ha, yo'q, men qayerdan bilay, men bilmayman. Tushundim. Tak, lekin rostdan g'alati. Agar u rostdan akasim kimdir qo'yib ketgan bo'lsa, jetellarga juda katta xavf soladi. Ha, bilaman, o'shaning uchun olib tashlash kerak, nimadir qilish kerak. Buni olib tashlayman desam, mani to'k ko'radi-ku. Bir amallab olib tashlagin, iloj yo'q, olmasang bo'lmaydi. Bizda to'k ko'radigan bo'lsa, rasvo bo'ladi hammasi. Tushundim. Mayli, unda hozir men borib olib tashlashga harakat qilaman. Ha, mayli, bo'pti, tezlash. Aha, mayli. Tezlash deb menga ish burishing g'alatiroq, salgina. Nimasi g'alati? Axir tezroq olib tashlasang, qishloqlar kamroq zarar ko'radi demoqchiman. To'g'ri aytasan. Mayli, unda bo'pti, sog' bo'l. Men esa borib mana shu ish bilan shug'ullana qolaman. Lekin buni qanaqasiga olib tashlasam bo'ladi? Axir bunda to'k borligini yaxshigina bilib turibman. Hozir uydan borib kirkamni olib kelaychi yoki tapor bilan olinamikan? Qanaqa narsa bilan olinsa ham elektr tokiga qarshi nimadir bilan o'zimni himoya qilishim kerak. Tak, kirka, tapor, ikkalasidan bittasi aniq sindiradi. Lekin qaysi biri sindirishi menga hozircha noma'lum. Avval oldiga borish kerak, keyin esa ko'rish kerak. Tak, tapor bilan sinmas ekan yaxshi, lekin to'k urmas ekan, ta'sir qilmas ekan to'k. Oho, namuncha qiyin sinadi bu. Bir kurrak bilan sinamikan yoki bilmadim, u kirka bilan juda ham sekin sinayapti. Kirka bilan sinar ekan, u juda sekin sinar ekan. Buni 2 soat sindirib o'tiraman menda. Obbo, juda ham g'alati, vobsheta g'alati. Bu narsa nima bo'ldi ekan? Hatto nimaligini tushunganimda ham nimadir qilishni o'ylab ko'rsam bo'lar edi. Tak, bir tomonni o'zini yo'q qilishga, sindirishga shuncha vaqtim ketgandan keyin qolganini sindirishga qancha vaqtim ketarkin-a? Bu yerda bilmadim. Balki naqd 10 ta bordir, balki 10 tadan ham ko'p bordir. Lekin aynan bilmayman nechta borligini. Xullas, mayli, nima bo'lsa bo'lsin, hozir bir amallab 2 kunda sindirsam ham shularni olib tashamasam, jetellar agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, yana janob mer menga gapiradi. Joha, sen jetellarni himoya qilmayapsan. Seni qishloqdan haydashim mumkin. Axir sen qishloqqa faqat qishloqlarni himoya qilish uchun qolgansan. Bo'lmasa seni haydab yuborardik deydi. Lekin to'g'risini aytsam, men jetellarni kafilligini olmaganman-ku. Ularni himoya qilishimda nima keragi bor? Ota-onasi bor bularni. Nimaga ota-onasi himoya qilmasdan men himoya qilishim kerak degan savol ham tug'ilaveradi ba'zida. Har doim ham emas. Xullas shunaqa gaplar. Jetellarga xavf solmaslik kerak, tezroq olib tashlashim kerak. Kech tushyapti o'zi. Lekin kim qo'yib ketgani meni juda ham qiziqtiryapti. Sizlarni ham qiziqtiryaptimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar agar qiziqtirayotgan bo'lsa. Hozir birgalikda aniqlaymiz. Ya'ni men aniqlayman, sizlar esa ko'rishinglar mumkin bo'ladi kim bunaqa ishlarni qilayotganini. Lekin to'g'risini aytsam, juda ham hayron qolyapman. Men bu yerda ham stop, bu jetel bu nima qilyapti? Tushunmadim, olib tashadimi? Qanday bunday tez sindirdi? Voy, yaramas. Mana shu qo'yib ketayotgan ekanda, yaramas jetel. Hoy, to'xta jetel, yaramas. Nima gap? Bularni sen aqali qo'yib ketdingmi? Men qo'yib ketgandim. Короче, men tutib ol. Yaramas. To'xta, qayoqqa qochyapsan? Hoy, to'xta deyapman. Namuncha yuguraversan? Qo'rqyapsanmi mendan? Hoy, yaramas, qo'rqoq itvachcha. Yo'q, qanaqa itvachcha? Jetel vachcha. To'xta deyapman senga men. To'xta, hoy. Tok. Voy, to'xta, qochib qoldi. Yaramas, itvachcha. To'xta, yaramas. O'ldirdim.
yaramas. Ikkinchi marta qora rangni bu yerlarda ko'rmayin, itvachcha, kuchukvachcha. Yetilvachcha ya'ni qisqasi. Короче, shunaqa. Ketdim endi. Mana uni olib chiqishim kerak. Oho, shuncha narsa-ya, men boshimni og'ritib, qo'limni charchatib, yana nima qilishim mumkin? Og'zimni quritib, chanqog'imni qoldirib, chanqatib, nimadalar qilib tashlaydi xolos короче. Qachon sinadi bu? Oradan yillar o'tib ketdi-ku, bu bitta singincha shuncha vaqt o'tgandan keyin bu qolgani qachon sinadi? Короче, ketdim, ertaga qilaman. Bunaqada men 1 yil o'tirishimga to'g'ri keladi bu yerga. Yaxshisi tinchgina ertaga kelib, kun bo'yi qilsam bo'laveradi. Hozir esa bu narsalarni mana shu yerga tinchgina joylashtirib qo'yib qo'yaman. Sizlar bilan esa xayrlashaman. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.